Assalomu alaykum, xayrli kun. Aziz klientlarim, bugun men sizlarga mana shu bitta korobkada keldi, вообще zo'r zakazlarim keldi. Ana video obzor qilib bermoqchiman. Mana ko'pchilik ishonishmaydi, firibgarlik boshqa u bu. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zimni nomimga kelgan cheklar. Mana hammasi o'zimni nomimga kelgan. Mana xullas zakazlarim bilan tanishtirishni boshlaylik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, maskalar, ikkita, uchta yuz oziqlantiruvchi, lifting beruvchi, 4ta, 5ta, 6ta, 7ta, 8ta. 8 xil maska. Bunisi kelin sarpasiga desa ham bo'laveradi. Hammasi sarpa uchun urilgan, deyarli ko'pchiligi 80% zakaz kelin sarpasiga. Shunaqangi ночной каждый denlarimiz, chipli va bu yerda fotojor va Beauty Cafe. Вообще hidiga gap yo'q, mana shu dilyadushlarimizni. Bular ham sarpa uchun va portajorra duxisini o'zi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, parfyum. Shohligisi bor, bu aynan o'shanisi. Ayniqsa kelin sarpaga juda ham zo'r, chiroyli ko'rinishi. Ko'rinishiga ham, hidiga ham gap yo'q. Bunisi Love seriyasidan qo'l krem, juda ham yoqimli hidi. Bunisi zakazlarim orasida bor edi. Noxush hidlarni davolovchi krem. Bu sochlar uchun 7tasi bittada yoqimli ifor beruvchi. Buni har bitta kelin sarpasiga olishni tavsiya qilardim, chunki buni hidiga вообще gap yo'q. Buni o'zim soch ukot uchun ishlatganman, lekin hidini yaxshi ko'raman. Juda ham sochingizga xuddi nimadir yoqimli iforli atir sepib qo'yganga o'xshaydi, juda ham zo'r. Bunisi pasta, oqartiruvchi, zo'r oqartirib beradi. Keyin bu yerda Pasve element nabori ham bor. Bunisi penasi, ko'pigi. Bunisi po'sti britvasi. Bunisi dilyadush va shampun, ikkitasi bittada. Bunisi ekspert seriyasidan xuddi shokolad ifori keladi shampun, juda ham zo'r. Yana bu yerda badlarimiz ham bor, orasida o'zimning zakazlarim ham bor. Spirulin badi, bu immunitet uchun juda ham zo'r. Mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, mana hamma ma'lumotlari bor. Mana qancha nimasi borligi, uglevodlari, hammasi yozilgan. O'zini darsligida ham bor. Juda ham zo'r bad. Immunitetni zo'r ko'tarib beradi. Va bu yerda omega 3 yana O'zbekiston skladda chiqishni boshladi. O'tgan katalogda juda ham zo'r kuponlarga maza qilib olib sotdik. Bundan endi hozir qo'limda bittasi qoldi. Bu ham zakaz 5-6 tasi уже egalariga ketdi. O'zim qo'limga kelmasdan. Bunisi ekspert seriyasidan momentalniy krem. Buni o'zim ishlataman. Ishlatganimni ko'rganlar albatta klient o'zligi realni ko'rib bundan so'rashdi. Buni tonalka o'rnida ham foydalansa bo'ladi. Yuzingizni tabiiy o'zini lifting berib turadi. Xullas, tabiiy yuzni o'zini. Bunisi kollagen seriyasidan toner, kislorodniy va tarkibida kollageni bor. Dnevnoy, ночной va глаз вокруг. Ayniqsa 30 yoshdan keyin albatta ishlatish kerak buni. Yuzi quruq yuzlar uchun oziqlantirib turadi. Har kungi uhud sifatida albatta foydalanish kerak bo'ladi. Bunisi
Expert Pharmadan, Expert seriyasidan davolovchi Intimgel. Man bitta narsani aytmoqchi edim. Yangi chiqqan naborlarimizdan bittasi mana shu Stroy Damor seriyasidan yangi novinka chiqdi. Bunisi universalniy krem, bunisi Intimgel. Hozir buni hidini hidlab ko'rdim. Ishonmaysiz, вообще gap yo'q. Haqiqatdan ham parfyumerniy ekan. Xuddi atirlarni hidi keladi. Liliya bunga ta'riflab berishuvdi haqiqatdan, lekin o'zim zakaz urib ko'rdim. Hali ishlatib yoki sotib ko'rmaganman. Yangi chiqdi. Lekin klientlar so'rashuvdi, tavsiya qildim. Albatta shundan вообще zo'r ekan. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqatdan ham hidi zo'r ekan. Endi badan kremi so'rashsa universalniy, lekin mana shu har qanday body qimmat 70 ming, 80 ming, 90 mingga oladigan body kremlaringizni sindirib yuboradi. Ishoning, hidi вообще zo'r ekan. Haqiqatdan ham liliya gulni hidi nimasi bor ekan, ifori вообще zo'r ekan. Judayam tavsiya qilaman. Olib ishlatib ko'rishinglarni. Arzon, lekin вообще gap yo'q. Haqiqatdan ham romantichniy, ifori zo'r ekan. Bunisi badan kremi, bu aynan body kremni o'zi. Be Royal seriyasidan. Buni ham hidi вообще zo'r, ko'rinishi ham shohona. Bu 24 karat tilla kukuni qo'shilgan yuz uxudini shuni badan kremi chiqdi. Buni ishlatsangiz, sursangiz haqiqatdan ham sariq zarrachalar bor ekan, tanada qolar ekan. Qo'lga surtib ko'rildi. Hidi ham pudroviy, yoqimli ifori berar ekan. Bunisi omega kremi, universalniy krem. Buni doimiy o'zini klienti bor. Oziqlantirib beradi, juda ham zo'r. Bunisi 2 barobar laks ob'yem beruvchi tushimiz va bunisi yangi chiqqan Hyaluron seriyasidan, yangi chiqqan nabordan urib ko'rdim. O'zim ishlatib ko'rmoqchiman. Bu ham ob'yem beruvchi tushlardan ekan va meni eng zo'r tavsiya qiladigan pomadam. Stoyki matviy turib beradigan pomada so'raydigan klientlarimizga albatta shuni tavsiya qilaman. Puliga achinmasdan olib ishlatib ko'ring. Yaxshi narsada sifatli narsani puli ham qimmat bo'ladi, chunki ichiga shunga yarasha narsa kiradi. Bozori pomadasini, matviy pomadasini olib ishlatib ko'rsangiz, xuddi kile yopishgandek labingiz bir-biriga yopishib qoladi. Shunisi bilan matviy stoyki turib beradi. Lekin bunisi вообще matviy zo'r ekan. Buni labingizga ham yopishmaydi. Oddiy pomadaga o'xshab tabiiy turadi yuzingizda. Lekin matviyligi zo'r, uzoq saqlab berar ekan. Ovqatlanib, yeb ichib ko'rdim, o'zim ishlatib zo'r ekan. Haqiqatdan ham zo'r ekan. Bunisi ilon zahri geli. Buni ko'p sotaman. Buni klientlarga zakaz urib berganman. Kimga mana shunaqangi mahsulotlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, kelin sarpasigami, umuman qanaqa mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol zakaz berishinglar mumkin. Albatta O'zbekiston bo'ylab zakaz urib beriladi va o'zingiz uchun sifatli va zo'r narxlarda aksiya, chegirma narxlarda o'zingizni sarpangizni ham to'ldirishingiz mumkin. Mana shunaqangi zo'r mahsulotlarimiz bilan albatta tavsiya qilaman. Bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Nomer qoldiraman.